Assalomu alaykum do'stlar, muxlislar, подписчиклар. Urganch raycentrdamiz. 2 dona hovlicha bor ekan do'stlar, sotiladi. Общий kvadrat 170. O'ng tarafda ham garaj bor ekan. Gazdan, svetdan, suvdan muammo yo'q. Paket yashalma hovlicha. Bir qator donishtirib ko'rsatib o'tamiz. Stechka qilib turibdi do'stlar. Kul turibdi, usti kafel urib turibdi do'stlar. Yaramaqal eshiklar, elektr счетчиклар joylashgan. Eshiklar e'tibor berasa, paket eshiklardan ko'rib turibdi. Zamonaviy. Расход etib o'tirmaysan. Bismillahirrohmanirrohim. O'ng tarafda bizada prixochka, mebel. Temiz kafel. O'ng tomonda umumiylik rakena. Bu yerimiz bizada dalon hol bo'ladi. Bu yerda bir uгол tashlab bersangiz ham bo'ladi. Temiz laminat o'rtoqlar. Oboydan chiqib turibdi. Parazitga tashlangan. Barimiz o'ng tarafda zal bo'ladi. Lampochkasi yo'q, elektrikasi salazdan qarang'ilib chiqishi mumkin. Razmeriga keladigan bo'lsak, 6,5 diyum bor. Laminat döşelgan, adashmasam teplый pol. Alkoplastik aynalar ko'rib turibdi. To'rt tomonga qarab o'rtoqlar. Ajoyib, yashini zalimiz. Lyustra qistirib beramiz. ES tomondan. Chap tomonda bizda o'rtoqlar sanuzel. Temiz kafel, issiq va sovuq suv kanalizatsiya turbolari chiqqan. Zalning ham boshi bizda oshxona bo'ladi. Ko'rib tursangiz, zamonaviy kuxna mebellardan taqlab turibdi. Подключать beradi. Temiz laminat. Bu yerda bizda vытяжка, gaz plita qo'yiladi. Bundan tashqari podvalchasi bor ekan. Двухконтурный котел, EJ firmadan qo'yilgan. Bu yerda kollektor теплый полники yurtdozing. И bizda bu yerda do'stlar mangalniy zona desak ham bo'ladi. Shunday ahvolda. Remont ishlari ketib turibdi, alashtirmasa подключить taqlab beriladi ekan do'stlar. Oshxona qarama-qarshida o'rtoqlar bizda sanuzel joylashgan. Yumshoqsizlar hojatxonasi ikkisi birlashgan, unitaz, aristollar, vannalar, umumatlar qo'yilgan. Issiq va sovuq suv kanalizatsiya turbolari chiqqan do'stlar. Bemalol kirish mashina qo'yib bersangiz ham bo'ladi bu yerda. Круговой кафель, üstü plastik. Ventilatordan qo'yib berdi do'stlar. Yashinlik sanuzel. To'rimizda bizda spalni bo'ladi. Razmeriga keladigan bo'lsak, 5'e 4 diyum bor o'rtoqlar. Temiz laminat, bo'lim urib turibdi. Lyustra qo'yib beriladi ekan o'rtoqlar. Ega tomondan. Berimiz ham teplый pol. Ega sim tashlab berdilar. Yurtdan bira qo'yib bersam bo'ladi. Demek do'stlar, birinchi etajda bizda dalon, zal, oshxona, spalni и sanuzel. İkinci qavatda diklanamiz do'stlar. Yana olsa yuqori chiqatiramiz xudo xolasa. Lyustran qo'yib bertirgan. Ajoyib. Yana olsa yuqori chiqdik. 3 ta xonasi bor ekan. Birinchi xonasına gelamiz. Bu yer bizda o'rtoqlar zal bo'ladi. İkinci etajda zal. Abo'li urgan laminat, teplый pol. Lyustra qo'yib beradi. Uy egasi. Quruvchi. Keyin xonadamiz. Bu yer bizda spalni yoki детский spalni sezim bo'ladi. Bu aynamız dostlar garaj tomoni. Meda bog'i. Deyip netesi. Xalasanızda duvor tomonda, xalasanızda bog' tomondan girsangiz ham bo'ladi. Üstünü beklab bersangiz ham bo'ladi. Spalni xona. Kollektor teplый polniki o'rtoqlar. Keyin xonani o'tamiz. Bu yer bizda kattalarning spalnisi desak ham bo'ladi. Razmer 5'e 4. Abo'li urgan, rozetka включительно qo'yib beramiz. Quruch. Shunday zal tushgan o'rtoqlar. Demek do'stlar, yuqorida bitta zal, ikkita spalni tushgan. 170 kvadrat metr o'rtoqlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 900 million aytib turibdi. Salazgan kelishuv bor. Ekranda telefon nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqarasiz. Orientir Urganch raycentr. Sentr markazida. Dokumentlardan muammo yo'q. Şundan bir qator görüştirib, tekshirib, sodalash qolarsa. Shuni 2 qavatli 170 kvadrat metrlik hovlicha sotib chiqdi.
Narxı 900. Gelişi bax. Ekrandaki telefonlara müracaat qilarsan. Keyingi videoda görüşünəcək. Xeyr, sağ salamat bo'linglar. Пока. Like şadan çıkmasın. Пока.